Hammaga salom bo'lar. Sizlar bilan yana Zeus. Xo'sh do'stlar, bugun biz juda ham ko'p startlar ochamiz. Prям 45 minut vaqtimiz qoldi. Gapni qisqa qilaman. Bizda o'zim akkauntim bilan qo'shib 4 ta akkaunt bor. Hammasida startlar juda ham ko'p. Bugun juda ham bomba video bo'ladi. Bo'lmasam biz Javaning akkauntdan boshlaymiz. Hop. Java akkauntga kirdik. Biz tez ochishimiz kerak. Agar red key stardrop etsa, men u joylarni 2x qilib tashlayman, chunki video juda ham cho'zilib ketishi mumkin. Voy, bo'lmasa biz boshladik. Hop, birinchi stardrop red key. Nega red key? Nega uchinchisi ham red key? Hatta server red key ko'tarilmayapti. Red key, chunki bu yerlarni 2x qilsam kerak, faqat red key tushyapti. Nicho. Epic, nicho tushmadi. Sverxredki. Nega buncha udachasi kam? Chota nicho ishonsa tushmayapti. O, mifический va? Ikonkani nima qiladi Java? Java yozib oling, ikonkani nima qilasiz kommentariyada bilan. Ikonkani ishlataman deyman masalan, misol uchun. 31-ga keldik, уже ishonsa tushgani yo'q. Yo-mayo, mifический. Come on. Yo, nega ikonka deyapman. Pin. Yo-mayo, legendarnik tush хотя бы. Java oxirdagi legendar sabzavot ochib qo'ymagan bo'lsa kerak deb umidamiz. Hozircha 45 ga keldim. Ichraza tushgan yo'da. Yo-mayo. Ikkita oddiy ochamiz, keyin oxirida legendarni ochamiz. Java to'g'ri tushunasizlar, ishga tushgani yo'q. Yo-mayo. Uncha? Toy. Yo, nega Edgar, по-моему, bor-da. Edgar bo'lgan bo'lsa kerak-da. Bor bo'lganda Звездный силач o'zi nimaga Brawl Stars? Yo-mayo. Qudratulloh akkauntga kiramiz endi. Nega o'zim shuncha stardrop yig'ib to'g'risi hech narsa bermasa Brawl Stars. Prям 25 dan oshiq stardrop ochishga 27 dan ochishga yo-mayo. Bitta birinchisini ochib qo'ygan ekan hammasi. Birinchisi mifический va Jekiga skin tushadi shunsan. Mayli yubratib qo'yamiz. Skini bormi, yo'qmi bilmadim. Qudratullohda boshliq mifический, epическийlar tushyapti. Chota bilmadim. Nima bo'lyapti akkauntga? Yaxshi. Hop. Red key yana. Yana red key. Hamma udachasini boshga ishlatib oldi akkaunt. Keyin sekin уже kustishyapti. Mifический, ikkita mifический. Yo-mayo. Dinamayga epический pin. Yo-mayo, epический pinda nima qilasiz? Qudratulloh. Kommentariyalarda yozib keting, prям. Shunaqa narsalar qilaman. Dinamakda o'ynayotganda dushmanlarga ko'rsataman, prям deng. Endi. Mayli. 31 ga keldik. 31 da red key, 33 red key. Juda ham tez ochyapman chunki vaqt kam. Pokon jahl chiqqan bilan nefer yana peri tushdi. Yana red key necha minut vaqtimiz qoldi? 41 minut qoldi vaqtimiz normal. Yana rare tushdi. Biz уже 40 necha keldik? 45 ga keldik уже. Yo-mayo. Legendarni bir хотя бы bitta. Insofsiz. Bitta questlar ko'p bo'lganmi? Yo'q, questlar kam ekan, lekin yana bitta 3 ta chami stardrop yo'qolsak bo'ladi, qudratulloh mayli. Oxirgi legendarning stardrop mashinasi qilamiz. Mashinasi qanday qilamiz desanglar, prям endi qilamiz, mashinasi qilamiz, keyin borib turib ochamiz prям. Ishlarmikan? Davay, 1 2. Karolga skin tushdi prям. Bilmadim bola Karol o'ynarmidi, yo'qmi? Karol personaj qani? Karol o'ynamaskan bola. Nega o'zimga ham shunaqa narsa tushadi, hech narsa tushmaydi. Endi Leon Bratni akkauntga kiramiz. Leon Brat akkauntda stardrop vashi ko'p, prям cheksiz desa ham bo'ladi. Ertagacha ochib chiqsam kerak. Yo-mayo, уже bana personaj ochib qo'yibdi. Yo-mayo, personaj bor уже. Personajni maqlaman aytgan, mana shuni tushirib olaman deb turgan. Lekin уже kreditlar yig'ib qo'ygan shekilli.
60 ta Stardrop, 5-si, yo-moyo, Leon brat, nima bu 60 ta prям Stardrop, yo-moyo. O, Mifitskiy, day, nima chat. Kredit tutsam, Slovani prям eng oxirgisiga olib boradi, Alienga olib boradi. Davay. Yo-moyo, tanga. Mayli, tanga bilan personajni prokashga qilsa bo'ladi. To'g'risini aytsam, menga tanga tushgan xursand bo'lgan bo'lardim. Mayli, lekin menga ko'proq kredit kerak. Melody dega qo'shib qo'yaverayman mana shu yerga. Epichskiy Stardrop va Senini Spray prям. Rares were Redki. Endi 23 ga keldik. Unda kredit ber yaxshi. Aha. Aytgancha Leon bratam 70 ga qilgan prям kubogini 70 ming ровно turibdi prям. O, legendarniy Stardrop. Oy. Nima chadi bo'lar hozir ko'ramiz. 1 2 3 и Frankda skin tushdi. No, yaxshi. Yo'q joydan kelgan skin. Продолжить qilamiz chunki o'zi skini bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sizlar qaytga. Xolos Leon brat 70 ga bo'lgan bolalar kommentariyada tabriklab ketamiz. 70 ga bilan Leon deb yozib ketsanglar. Menga sizlarga javob qaytarsa kerak. Albatta ko'rsa 41-chi Stardrop epichskiy bo'ldi. Aha. Redki 45. O, Mifitskiy. Kom, yo-moyo, spray nima qiladi, brat? Spray nima qiladi? Tayyormiz, oxirida legendarni ochamiz, bitta Stardroplarni ochamiz. Hop, ready. Ready. Ey, nasıl Davay. Yo, samanda. Teri oqib kelgan u ko'tardi u Mifitskiy. Gapim eshitchikil. O, 200 kredit yaxshi menimcha. Davay, qani tepaga. O, yaxshi. Epichskiy va 30 ga spray berdi. Aha. Men xohladim o'z akkauntimda yangi personajlar tushirishni. Mana droplar orqali. O, yana Mifitskiy. Va Perilda skini tushdi prям. O, Perilda o'zini skini bor edi, men esimda adashmasam ko'rgan deyman. Shunga qo'ymaymiz. Shu vaqt oy legendarniy Stardrop tushib qoldi. Ay, nima chadi? Davay, hatto 1000 ta kredit bersam ham zo'r bo'lardi. Kiberzaryad na Tara bo'lar. Tarada o'ynaslar kerak menimcha. Prokashga qilib, lekin biroz asosda boshqa o'ynamasa ham kerak bilaman, lekin I don't know deyman, как o'sha. Короче, oxirgi legendarniy Stardrop nima tushini yozgan bo'lsanglar kerak. Davay bo'lmasa ochamiz. 1 2 3 va Spike'da Sakura Spike tushdi. Menimcha normalniy skin. U 79 ga, men chiroyli skin to'g'risini aytsam. Mayli, buni ham продолжить qo'yamiz. Brat o'zi videodan ko'rib oladi nimalar tushganini. Keyin 70 mingtadagi legendarniy Stardrop ham oching degan aytgancha esimga tushib qoldi hozir. Dash kirib ketib qolgan. Mayli. Legendarniy Stardrop ham ochamiz. Nima char ekan? Davay, 1 2 3 va Shelliga skin tushdi. Adashmasam biratda Shelliga skinlar bo'lsa kerak. Biratda. Короче, endi oxiri o'zim akkauntimga boramiz. Tangalar 2700 bitta bo'pti. Menimcha endi yangi chiqqan personaj prям 9-yilga qolsa kerak, yo yetmaydimi? Bilmadim. Xullas, mana personaj ozgina maxinasi qilamiz. Endi qilamiz. Короче, men bir ikkita Stardroplar ochib qo'yganim bilmaganim, unaqa video qilishimdan keyin yig'ishla boshladim. Shunga Stardroplar o'zi oldin ochib qo'yganimda Principichskiy tushdi. Hop, El Primo Ping Song tutorial tushdi. 19-bo'limdagisi hech narsa tushmadi. Yana Redki. Epichskiy. Epichskiy naqadar tanga ber, insofsiz. Noinsof deydimi? Prям badiiy tillar, Ro'za Ramazon oyida badiiy gapiraman. والعود دندن لي والطبل طبطبني طب. Hop, 30-si hech narsa tushmadi yana. Insof bilan bitta legendarni berib qo'y, qadabey. Ikkita legendarni ochay. Garantированныйda bitta legendarni Stardrop bor o'zi. Aytdim ko'rasan, biroz meni eshitadi. Biroz meni prям ko'ngli bilan eshityapti menimcha. Davay. Nima tushsang ham, mana shu personaj tushish.
tikni skini yo'q edi, как раз mayli, yaxshi. Ibrat qo'yamiz, tikni skin yo'q edi. Aha. Sverx redki stardrop. Redki stardrop. Shu menga legendarniy tushmasdan shu Java yo Qudratullohga tushsa bo'lmaydimi shu? O, 100 kredit yaxshi. Phoenixga prям epicheskiy doy kredit berur. Menga kredit kerak, menga mol yoki personaj o'zini ber va kredit ber menga. Ikkitasini bittasini haqiqat ya bey. Нет. Insof bilan-da. Davay. O, Mifitskiy. Come on. Kenjini skin tushdimi shunda hozir? Da. Kenjida skin bor edi, bolar bilsanglar kerak, mayli. Taros kesarkanmiz o'zi. Mayli. Taros sezon deb shekilli Kenji basharasi bilan qarab ekan shu. Aha deb, o, yana Mifitskiy. Come on. Va Drakoga skin tushdi prям. Oy. Lekin zo'r qildi. Drakoga skin ham yo'q edi prям. Yaxshi, Brawl Stars. Aha. Drakoga o'zi 299 gem skin olishim kerak edi. Bu gem yo'q, bilasizlar, endi hozir Zeus bo'lmish prям. No, bilmadim nima no. Davay. Qachondir yig'ib olaman lekin, xudo xolasa. Davay, yana redki, Sverx redki. O'zimga ham hech narsa tushunyapti. Ikkita Mifitskiy bo'ldi, tik bilan Drakoni bilan skini tushdi. Aha, redki salorlarimizni biroz aldab qo'y. Yo'q, yana Mifitskiy. Charliga skin. Nega faqat epicheskiy skin emas, ana skin tushyapti, nima deydi? Sverxga skin tushyapti, mayli Charlida ham skin yo'q edi. Bu normalniy, kredit yoki personajcha zo'r bo'lardi-da, bola. Bu personaj yig'gunimcha ishonasam bir asrlar o'tib ketib qoladi-da. Da 2027-yillarda yig'sam kerak bu personaj prям endi. Keyingi Brawl Pass'dan 1000 ta olsam ham prям yetmaydi. Drakon prям ha degan pina tushdi. Sverx epicheskiy. Oxirgisi ham Sverx va yana oxirgisi epicheskiy bo'ldi. Va Chak Ping Song yo'q, Chak Sat Ping Song tutoryapti. O'zim ketyapman. Oxirgi legendarniy sadrop. Men maxinacha qilmoqchiman to'g'risi. Hozir maxinadan sizlar bilan birgalikda ko'rsataman. Prям ko'rib olasizlar, sizlarga ham shunaqasiga qilsanglar, sizlarga ham shu personaj tushadi. 1 2 3 tez ochish kerak-da prям. Aytgancha bolalar, aytdim sadrop bor. Redki stardrop. Qaytadan kirish kerak yana. Leon Bratda ham bormidi yo yo'qmidi-da? Epicheskiy Chakka skin tushdi. Oddiy bo'lsa ham normal Chakka skin yo'q edi. Oxirgisi. Davay, legenda shundaning-ku, короче. Sezonda reset bo'ladi, keyin bizga tepada mana bu boks olsam bo'ladi, o'rtada turgan borib, prям pushtirang. O'shani olsam bo'ladi, 30 minutdan keyin reset berar ekan. Nima ham derdim, hech narsa tushgan yo'q. Uni Phoenixga 110 ta prям aldab qo'ydi meni. Endi butun umr yig'a olmayman personajga. Mayli bolalar, sizlar bilan Zeus bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, shu videoni shu joygacha ko'rgandan uchun rahmat. Hammaga xayr, sog' bo'lasizlar. Aytgan javoblар men hamma akkauntdan chiqib ketaman degandim, Qudratulloh akkauntimdan chiqib ketmasam bo'ladi deganda, keyin sezonimga qilib beraman deganda. Shunga biz hozircha Java Leonda akkauntdan kirib chiqib ketamiz. Seta Javada. Davay. Sadrop akkauntni ocha olmay qoldim, chunki akkauntni o'zi ochilib ketib qolibdi. Leon Bratda ham akkauntdan chiqib ketamiz. Qudratullohda akkaunti, keyin boshqa akkauntlar qoldi bo'ldi. Всё, короче. Hamma akkauntdan chiqib ketdim. Hammaga rahmat. Like bosib qo'yinglar bolalar. Hammaga xayr.